aka o'rtoqlar, men bloger bo'lmoqchiman kursimizni 2-darsligini syomkasiga keldik. Ertaga Telegram kanalimga joylanadi. Kimda kim, faqat o'zim uy beraveraman. Sizlar ham uy beringlar, sizlar ham mashina olinglar, sizlar ham zo'r bo'lib ketinglar deb harakat qilyapman. Kim shu sohani zo'r egallamoqchi bo'lsa, meni darsliklarim sizlarga Telegram kanalida beriladi va bugun oxirgi marta qo'yyapman. Telegram kanalimni boshqa atmetka qilib qo'ymayman. Kirib oldi, shu bilan qayerda edi, nima edi deb yurmanglar. Bo'ldi. Mana shu oxirgisi. Kirasizlar, birinchi darslikni eshitib olasizlar. Ikkinchi darsligimiz ertaga joylanadi va uchinchi darsligimiz inshaalloh chorshanba kuni joylanadi. Undan keyingi etapda uje boshqacha gaplashamiz. Bu yog'ida konkretno misol uchun ikkinchi darslikda sizlar maqsad qo'yib, uchinchi darslikda yaxshigina blogerlikni o'rganishga birinchi qadam qo'yadigan ma'lumotlarni olib olasizlar inshaalloh. Hammaga manfaatli bo'lsin. Hammanglarni Telegram kanalimda kutaman.